Assalomu alaykum, bratim. Qandaysiz? Sog' qanday? Shaftoli oqtarasizmi? Böyle bir yaş shaftoli bor ekan. Qo'tog'on tanlasizmi, dalbayob? Ya pulim yo'q, yo'q, qarab o'tirsam arzon qilib beradi bu yibon. Böyle jeanslar yirtig'ini kirib o'tishgancha. Bu bilan sizdan ham pul ko'payib ketdi, ha? Hoppala, prichoskalar bugun boshqacha. Ha, bugun bayram bo'lar ekanda endi. O'ylay, nimalar bor bu yerda? Qarang. Shaftoli bor. Apelsin bor. Kivi bor, alma bor. Banan bor. Sen mashqiligi menga yoqmaydi bilasan. Ko'ksan sen. Sen qo'tog'imcha oqtarasanmi? Yiba, nima olmoqchisan? Behi olmoqchiman, ichagi og'rir ekan buni. İçagi og'rir ekan buni, kishkalar og'rir ekan, behidan sotmoqchi. Men qara, jo'ra mana shu odamga bir 2 kilo behi berib, pulini beraman. Xursand bo'lsam, tarvuz 2 ta beraman. 4 kilo shaftoli bir yaxshisidan. Ulan sizga qoch.